Sergeli tumani Xonobod mahallamiz navbatda uyimizga keldik. Bu uyimizda 2 sotu, 6 ta xona, 3 ta sanuzol. Ko'rishingiz mumkin bu yerda mana sanuzol, bu yerda bemalol 2 ta mashina sig'adi. Darvozamiz ham kattagina. Ko'chalari keng, asfalt qilingan. Bu uyimiz mana ko'rinishi. Bu uy ichiga bu yerdan ham kirsa bo'ladi, bu yerdan ham kirsa bo'ladi. Bizda bu yerda shunaqa kattagina hol. Mana boshlasak, bu yerda bizda oshxona. Oshxona kattagina. Sanuzol. Bu yerda bitta xona bizda. Zam ko'rishingiz mumkin kattagina. Bu shunaqa havolanirish uchun shunaqa joy qoldirgan. Bizda podvol tushirishimiz. Bizda podvolimiz. Bu yerda bizda kotelni, bu yerda bizda kladovka. Bu yerda yana bitta xona. Bu yerda bizda detskiy xona. Bu yerda yana bitta detskiy xona. Bu bizda sanuzol. Bu bizda yana bitta xona. Biz bu uyimizga 178 ming so'rayapmiz.